Homila ko'p qimirlashi. Bu normal holat bo'lishi mumkin. Har doim ham homilaning gipoksiyasi, ya'ni kislorodga ehtiyoji oshgandan dalolat emas, shunchaki homila aktiv bo'lgan bo'lishi mumkin. Kindik o'ralganda emaklash. Kindik o'ralganda emaklash har doim ham yordam bermaydi. Shunchaki kindik tizimchasi uzun bo'lsa yoki homila o'zi aktiv bo'lsa o'ralib qolishi mumkin va xuddi shunday o'zi yechilib ketishi ham mumkin. Homila suvi kir bo'lsa antibiotik ichish. Yo'q, homila oldi suvlari kirlanishi bu ba'zi bir holatlarda normal holat hisoblanadi. O'zi bir kirlanadigan muddati bo'ladi va bunda antibiotik ichish yordam bermaydi. Sababini boshqa joydan qidirish kerak. Toksikozni birdan yo'qolishi. Toksikozni birdan yo'qolishi har doim homila nobud bo'lib qolgandan dalolat emas, shunchaki organizmi homilaga nisbatan reaksiyasining kamayishi hisoblanadi. Qon suyultirish uchun tivartin. Qon suyultirish uchun tivartin aslida ishlatilmaydi. Tivartin tarkibida L-arginin, bu aminokislota, u shunchaki qon aylanishini yaxshilaydi. Ya'ni qon tomirlarini devorini, o'tkazuvchanligini oshirib va ularni kengaytirishning oqibatida qon aylanishini shunchaki yaxshilab beradi. Qon suyultirish uchun boshqa preparatlar, ya'ni antikoagulant va antiagregantlar ishlatiladi. Senfizitda faqat kiselva. Yo'q, senfizitda birinchi darajasida tabiiy tug'ruq mumkin, ikkinchi darajasida agar 15 mm dan baland bo'lsa va homila yirik bo'lsagina kesir kesish haqida o'ylash mumkin. Qolgan paytlarda esa tabiiy tug'ruq bemalol mumkin.